Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan bugun Molxona asari haqida gaplashamiz. Molxona asari 1943-yili yozilgan, 45-yili nashrdan chiqqan ekan. Hop, bu asar bizga o'zbek o'quvchilari segmentiga mana shu yaqin 5 yil orasida paydo bo'ldi. Chunki salkam 80 yildan keyin nima taqdim qilindi, tarjima qilinib. Chunki bu asarda Sovet ittifoqi biz o'sha davlat tarkibiga kirgan, tarixdan yaxshi bilasizlar. O'sha sovetlarga qarshi shularda satira qilib, kulgi qilib yozilganligi uchun, xullas, bu asar bizga ancha kech yetib keldi. Hop, demak, bu asarni yozgan muallifning asl ismi Erik Artur Bler va o'zini tug'ilgan joyiga nisbatan Orwell, Jorj Orwell deb taxallus tanlagan. Molxona asarida Rossiyada yuz bergan 1917-yilgi inqilobga va SSRdagi tuzumga nisbatan allegoriya shaklida yozilgan. Xo'p, allegoriya nima degani oldin tushunib olamiz. Allegoriya degani bu majoziy ramzning bir ko'rinishi. Masalan, bunda sizlar ramziy deydi-ku, o'sha tulki, masalan, ayyorlik timsoli, bo'ri, yovuzlik yoki qo'y, sodda. Shunga o'xshaganlarda bu bor bizda ham. Masalan, aytaylik, ertaklarda juda ham ko'p, masallarda juda ham ko'p. Va bu Jorj Orwellning asarida, qissasida, nasriy epik asarida shuni qalamga olib chiqqan. Hop, bizdagi eng allegoriyani, masalan, eng zo'r cho'qqisi bo'lgan asar bu Alisher Navoiyning Lisonut Tayr asari hisoblanadi. Bu yana Gulxaniyni Zarbul masali va hokazo. Keyin bu asariga, mana shu Molxona asariga eng yaqin o'zbek adabiyotidagi umuman bizni ijodimiz, xalq og'ziga ijodida Susanbil degan ertak bor. Ozgina eslataman shu ertakni. Susanbil degan ertakda hayvonlarni o'ziga bo'lgan munosabatidan bezgan hayvonlar, bir nechta uy hayvonlari va kalamushlar ham bor orasida, arilar, umuman jonzotlar Susanbil degan joyga qarab ketadi. Ya'ni Susanbil haqida o'sha eshakka uni onasi so'zlab bergan. Xullas, shunaqangi bu xuddi shunga o'xshagan epizod Molxona asarida ham uchraydi. Hayvonlarga o'zidan o'zi ketib qolmaydi bu hayvonlar, chunki ularga nisbatan adolatsizlik qiladi. Ya'ni 40 ta tovuq tuxumi bor bir aytiladi. 40 ta tuxumdan 40 30 ta o'sha 40 ta tuxumdan shunchadan shuncha tuxum berar ekan, lekin bir donagina don bermas ekan. Tuxumini olgandan keyin ko'chaga chiqib o'zlari o'sha ko'chadan rizqini yeb, don-dun terib yeyishga majbur. Yoki bitta ho'kizni urishtirib unga nisbatan adolatsizlik yoki eshikda ishlatib unga nisbatan adolatsizlik qilinganlardan bezor bo'lib, o'sha yerga qochib ketgani hikoya qilinadi. Hop, endi bu asarda ham shunaqangi narsalar bor. Endi buni satirik asar deyilyapti. Satirik asar degani bu shu kulguning ikkita turi bor, satira va yumoristik degan. Yumoristik kulguda bu oldingi maktab darsligida o'sha Said Ahmad ikkita hikoyasini berib zo'r tushuntirilgandi. Sobiq degan hikoya bor, u satirik asar. Unda butun boshli jamiyatda illati ko'rsatiladi. Said Ahmadning sobiq hikoyasida. Keyin Qoplon degan hikoyasi bor, u yumoristik asar. Unda o'sha Qurbonboy degan nimani, o'sha insonni xushomadgo'yligi tanqid ostiga olingan. Bitta odamni illati kulguga olingan. Demak, bunda jamiyatdagi o'sha voqealar satirik asar bo'lgan. Keyin bitta tushunchani tushunib olishimiz kerak. Bu utopiya degani tushuncha bor. Jorj Orwellning ikkita eng mashhur asari xuddi mana shunaqangi yo'nalishda. Ya'ni 1984 degan romani ham bor. Unda ham o'sha xayoliy davlat haqida so'z boradi. Utopiya degani bu qadimgi yo'q joy, xayoliy joy degan ma'noni bildiradi. Xo'sh, asarni yana tushunishimizdan oldin biz tarixiy bu asar, masalan, ertak masal bo'ladi, masalan, allegorik asarlarda shunisi ham bor. Masalan, bu tushunishim bo'yicha yosh o'quvchilarga ham, undan katta o'sha tushunadigan o'quvchilarga ham tushunarli bo'ladi. Masalan,
yosh 5-6 sinf o'quvchisi hali bu nimani tushunmas. U yerdagi ramziy masalan, o'sha qahramonlarda cho'chqa deganda kimni nazarda tutyapti yoki Benjamin deganda kim aytyapti, buni tushunmas, lekin shunchaki oddiy sifatida qabul qila oladi. Lekin biz sizlar bilan demak, o'sha siyosiy voqealar ko'p narsani bilgan sifat talqin qilamiz. Demak, asarda a, prototip degan narsa bor. Asarda kimnidir hayotini shu asarga ko'chiradi. Aynan emas, qanaqadir o'zgartirishlar bilan ko'chiradi, lekin zukko kitobxon buni taniydi. Masalan, falonchini yozibdi, bu asarda bukunchini yozibdi deb o'sha narsani his qiladi. Xo'p, tarixdan ozgina murojaat qilamiz. Sovet Ittifoqi degan davlat bo'lgan. Bu asarda xullas qisqa qilib aytganda jamiyatda boshqaruv tizimi haqidagi asarlar. O'zi Jorj Orwellni hayot va ijodini ham biografiyasiga qiziqib ko'rdim. Bu o'zi aslida jurnalist bo'lgan ekan. Jurnalistlar shunaqangi siyosiy narsalardan xabardor bo'ladi. Shoir, jurnalist va shu yozuvchi deyilibdi. Hop. Jamiyat boshqaruvi haqida. Demak, jamiyat boshqaruvi 18-asr deydimi, qanaqa asr deydi? Xullas 1914-yillarga kelib o'zgarishlar bo'lgan. Ya'ni o'sha boshqarishlar hamma masalan Angliyada o'zini qirolichasi boshqaradi. Rossiyada o'zini Pyotr bir, Nikolay bir shunaqa podsholari boshqaradi. Hamma joyda shunaqangi boshqaruvlar. Lekin sekin-sekin kelib o'shalar zulmni oshirib yuborganligi uchun, ya'ni o'zini oddiy xalqdan ancha ustun qo'yib, ular istagan odamiga o'ldira oladi. Xullas, shunaqa bo'lganligi uchun qo'zg'olonlar bo'lgan bir nechta davlatlarda. Demak, asarimizni ko'pchilik o'qigan. Demak, sal oldinlab ketib bo'lsa ham aytaman. Asardagi mayor cho'chqa obrazi bor. O'sha katta ehtimol bilan yoki Lenin yoki Karl Marks. Karl Marks, Lenin haqida shunaqangi ko'p kitoblar yozilgan, shunaqangi ko'p nashrdan chiqqan, lekin bular hammasi mustaqillikdan keyin yo'q qilib yuborilgan. Hattoki Lenin yoki masalan SSR degan yozuvi bor. Masalan, aytaylik, Alisher Navoiyning Hamsasiga nima aloqasi bor uni? Yoki umuman qaysi asarda masalan nashriyotlarda nomi bor, SSR nomidagi degan joylari. Biz maktabda o'qib yurgan paytimizda o'sha joylarni o'chirib chiqardik, lekin u bilan ham qutulinmagan. O'sha yozuvlar, o'sha kitoblarda hammasini yo'q qilib yuborilgan. O'sha Lenin, Karl Marks, xullas ular kitoblari ham ham umuman yo'q qilib yuborilgan. Haykallari ag'darilib tashlangan. Xo'p. Xo'p, Lenin, Karl Marks demak cho'chqani obrazi, mayor cho'chqani birinchi bo'lib hayvonlarga shunaqangi insonlarning zolimligini gapirgan odam. Keyin ikkita muhim shaxsi bor, ikkita cho'chqalar bular ham. Trotskiy bilan Stalin degan tarixiy shaxslar bo'lgan. Bular haqiqatan yashab o'tgan va shular Leninning targ'ibotini Lenin targ'ibotini kuchaytirib, tizimga aylantirib, ularni boshqaruvchilik qilgan va bular boshida boshqargan, lekin Stalin o'sha nimani Trotskiyni yo'q qilib yuboradi. Boshida amallardan chetlatib, keyinchalik o'zini ishdan oldirib, hattoki o'ldirtirib yuborgan ham deyishadi. Xullas, yo'q qilib yuborilgan. Trotskiy o'sha raqibi mahv qilingan. Undan keyin ana endi o'sha Stalinning o'zi o'sha diktaturasini keyin o'rnatgan. Demak, asardagi Snowball bu Trotskiy degan odamni prototipi. Keyin Napoleon degan cho'chqa bu Stalinning prototipi bo'lgan. Undan tashqari yana bir qancha qahramon, ular hamma odamlarniki ham emas, qolganlari masalan aytaylik, Benjamin Ziyoli qatlamdi. Benjamin degan eshak bo'ladi, Ziyoli qatlamdi timsoli. Boksyor degan ot bo'ladi, bu mehnatkash qatlamdi. Umumiy unaqasi. Qo'ylar bu sodda odamlarni, sigirlar bu sodda odamlarni timsoli va hokazo shunaqangi ramziylikka bo'yalgan asarlar. Demak, darsimizni boshladik. Asarni tahliliga kirishamiz. Bu gaplar hammasi asardan oldingi sizlarga beriladishi kerak bo'lgan tushunchalar edi. Xo'p, asarimizni boshladik. Assalomu alaykum deydimi? Oxirida gapni o'rtasida salom beradi jurnalistlar. Boshladik demak. Qaranglar, birinchi asarda asar demak Jorj Orwellning Molxona asari da birinchi demak hayvon, shu Lenin deb aytaylik, shu mayor, keksa mayor hayvonlarga aytadiki, bugun kechqurun sizlarga ko'rgan tushimni hikoya qilib beraman. Ko'rgan tushimni hikoya qilib bermoqchiman deydi.
Eng bitta narsa bor, psixologik narsa. Bironta xohlagan odamingizga qarab turib, "Senga muhim gapim bor, haliroq aytaman" desangiz, u o'ylanib yuradi kechgacha. Haligi gapni aytasanmi, judayam qiziqadi. Odamzod shunaqangi o'ta qiziquvchan odam. Shu asarni qayta-qayta o'qidim. 1-2 marta shu joyini aynan qaytarib o'qidim. Tushini aytib beramikin dedimda, lekin u tush haqida deyarli ochiq-oydin gapirilmabdi. Sizlarga tushimni aytib beraman deb turib, hamma odamni to'playdi. U o'sha nimaga majlisiga, demak, Mayyorda majlisidan boshlanadi asarimiz. Mayyorning majlisidan. Hop, oldinlab ketdik, lekin shu Mayyorda majlisi juda ham muhim, chunki bunda hayvonlar tanishtiriladi. A, demak, Jons degan odamni fermasi bor. O'sha fermadagi Jons qanaqangi odam, buni keyinroq gapiramiz. O'sha odamni fermasida hayvonlar majlis o'tkazadi, tungi majlisda. Bu majlisda keksa mayor olib boryapti. U uyning tom go'zali deydi, judayam tungi 12 yoshga kirgan, 12 yosh bu hayvonlar uchun katta umr va oxirgi paytlarda bo'yiga emas, eniga cho'chqalar shunaqangi tonnalik o'sha aytish bo'yicha 1,5 sentner tonnali bo'ladi og'ir. Hop, o'sha semiz cho'chqa bir paytlar uyning tommi, jo'ynomlari ham qiyin. O'shanaqa go'zali deb nom olgan cho'chqa majlisni boshladi. Avvalo majlisga kim kelgan, kim qayerga o'tirgan, mana shularni hammasini Jorj Orvel yozgan va bularni hammasini tagida qanaqadir ma'nolar yashirib bor. Masalan, birinchi bo'lib shu majlisga kim keladi? Birinchi bo'lib majlisga Jelsi, yana qaysi, hozir aytaman, ismini yozib olgandim. Xo'p, Jessi, Bluebell, Pincher laqabli itlar keladi. Ya'ni bu itlar bosh qahramon emas. Mana shu boshida bitta nomi aytiladi. Shu bilan yana bir joyda o'sha bolalarini ovolindi deydi. Shu bilan boshqa aytilmaydi. Lekin bu ramziy ma'no bor. Qarqarimdek tuzumda ham birinchi bo'lib, demak, davlatni itlari bo'ladi. Agar davlat itlari deganda bu qo'pol eshitilishi mumkin, lekin bu ramziy ma'noda. Masalan, biz ham biz qo'ymiz deyapmiz, o'zimizda sodda odamlarda qo'y deyiladi. Lekin ichki ishlar xodimini shunaqangi itlari deyiladi, davlatni itlari deyiladi, xavfsizlikda. Qani podsholar tuzumi bo'ladimi yoki masalan kommunistik davlatmi, sotsialistik davlatmi, demak har bir jamiyatda birinchi bo'lib rahbariyatni oldidagi busiz iloji yo'q. Mana shu kuch ishlatar tizimda vakillari turadi, itlar keladi. Shunga ishora bu. Demak, birinchi bo'lib o'sha hayvon keladi. Undan keyin e'tibor qaratsalar ham shu yerdagi kim kelishiga, hop, boksyor keladi. U boksyor demak mehnatkash odamlarning timsoli. Klover keladi va yana e'tibor beringlar mana bu joyiga. Qo'ylar, sigirlar keladida, boksyor o'sha cho'chqalarning oldiga shunday yonboshlab turib pichan chaynashni boshlaydi. Masalan, hech qaysi hayvonda masalan boksyor kelib turib o't yedi yoki itlar kelib turib suyak yedi demaydi, lekin qo'ylar va sigirlar kelib turib shunday yonboshlab turib pichan yeyishni boshlaydi. Bu shu qo'pol bo'lsa ham aytaman, siz, biz, demak biz jamiyatimizdagi qo'ylar, sigirlarni timsoli, ya'ni faqat yeyish, ichishdan boshqa tashvishimiz yo'q. Ko'proq mana shu narsa bizga urg'u beriladi. Hop, eshak Benjamin obrazi bor. Bu haqida yana batafsil to'xtaymiz. Qaranglar. Keyin oxirgi bo'lib qaysi hayvon keladi? Xo'p, oxirgi bo'lib mushuk keladi. Mana shu mushuk obrazi ham o'sha kitobda agar mabodo qaytadan varaqlashga vaqtlaring bo'lsa, bir ko'ringlar. O'shanda mushuk obrazida ham gap katta. Mushuk keladida eng o'sha boksyorda, o'sha ishchi qatlamda orasiga kelib sekin kirib oladi. Va yana u mayorning gapini eshitmadi deb yozgan. Muallif shunaqa yozadi. U mayorning gapini eshitmadi, yerga yotib olib miyovlagancha qaradi, bu yoqqa qaradi. O'zi umuman mushuk kimi, hayotda kimi timsoli. Shunaqangi odam masalan majlislarga desa qochadi, ish desa qochadi, lekin ovqat payti kelganda, taom berish, kechki paytga ovqat taom berish yoki boshqa paytga kelganda keladida va shunaqangi uzrlarni aytadi. Uni vatanparvarligi yoki boshqa yaxshi xislatlarga umuman gumon qolmaydi odamda. Mushuk shunaqangi qahramon. Va yana boshqa jo'ylari ham bor. Chuqurlashib ketmaymiz. Endi keyingi qahramonlar tanishtirdik. Issiq joyga o'rnashadi to'ppa-to'g'ri. Endi Jons haqida, ferma mudiri haqida gapirmoqchiman. Fermani Jons degan odam boshqaradi. U qo'rg'oncha fermasini xo'jayini. Ikkita ferma vakili tilga olinadi masalan. Jons qo'rg'oncha fermasining egasi,
Pilkington Foxfood fermasining egasi, Frederick Pinchfield fermasi egasi va bular aytishimiz mumkin qanaqadir 3 ta davlatni monarxiya o'sha boshqaradigan podsholarni ramziy ma'nosi deyish mumkin va bularni hech qaysi haqida muallif yaxshi gap aytmaydi. Masalan, Jons oxirgi paytlar ishi yurishmaganidan ichkilikka mukkasidan ketgan, hayvonlarga bee'tibor bo'ladigan, o'z mas'uliyatini his qilmaydigan o'sha boshliq. Undan keyin buni Plinkton ham yaxshi podsho emas. Bu ham o'sha yaxshi ferma mudiri emas. Bunda o'tlari, nima deydi, o't o'lanlar bosilayotgan va Frederik ham aytadi, jahldor deb aytadi. Hech qaysi haqida o'zini fikrini bildirmaydi. Shu o'rinda aytib ketmoqchiman, har bitta yozuvchini asar yozganda, u qaysidir qahramonga o'zini qo'yadi. Masalan, o'tgan kunlar asarida Yusufbek Hoji degan obraz Abdulla Qodiriyni o'zini obrazi desa bo'ladi. Masalan, o'sha obraz orqali o'zini qarashlarini gapiradi. Bu asarda, Molxona asarida Snowball, demak, Jorj Oruell mana shu Snowballni tarafdori bo'lgan. Snowballni tarafdori. O'sha Snowball bilan g'oyalari bir xil. Shunaqangi sotsialistik davlatni tarafdori, lekin uni boshqarishda ham ikkala usuli bor. Napoleon usuli, Snowball usulini u ko'proq yoqlaydi. Demak, bu Jons asarimiz qahramoni Jons ichkilikka berilgan, qarzlari ko'paygan va faqat yana bitta yaxshi tomoni bor ekan, kitobni varaqlasanglar ko'rasizlar. Gazeta o'qiydi deydi-da, gazeta o'qiydi. Shuncha ishi yurishmasa ham baribir u o'sha oram kursida yastanib, ustiga gazetani qo'yib, gazetani varaqlab o'tirardi degan joylari bor. Demak, kitobxonlik yomon odamda bo'lsa ham unda demak bor ekan. Hop, shu odam haddan ziyod fermani oshirib yubordi. Hayvonlarga kunlab taomlar, ovqat bermadi. Taom degan so'z xato. Hop, yem xashagini bermadi, dunni bermadi tovuqlarga nisbatan. Hop. Endi mana shu hayvonlar o'sha mayorda majlisidan keyin, o'sha mayor 3 kun o'tgandan keyin vafot etdi. Vafot etgandan keyin o'sha 3 ta hayvon, cho'chqalar, buni test qilib ham joyladim, ko'rgan bo'lsanglar, qichqiroq, Snowball, Napoleon, uchala cho'chqa birgalikda xuddi o'sha mayorda bergan ta'limotlari asosida shunaqangi hayvonizm degan tizimni ishlab chiqadi. Hayvonizmni bekorga aytmaydi, chunki kommunizm degan sovet paytida shunaqangi so'z bo'lgan. O'sha kommunizmga ohangdosh qilib shunaqangi hayvonizm deb bergan. Xo'p, endi rahbar sifatida shu cho'chqalar tanlandi. Nima uchun cho'chqalar tanlandi? Nima uchun? Chunki cho'chqalarni adashmasam, 2 oyoqda yurishga, masalan, sal qobiliyati bor hayvon cho'chqalar. Buni to'g'risi juda ham chuqurlashib ko'ra olmadim, lekin salpal bilaman, balki adashgandirman, lekin cho'chqalar 2 oyoqlab yura oladi salpal. Odamlarga o'xshab ketadi, yuz ko'rinishi ham, qandaydir ko'zlari, hamma hayvon ham o'xshaydi, lekin cho'chqani yuzi, masalan, qo'yga qaraganda, boshqa hayvonga qaraganda odamga o'xshabroq ketadi. Keyin ko'pincha, masalan, Muhammad Yusufning mashhur bitta she'ri bor. Mana bu she'r. Muhammad Yusufning mashhur she'ri. Adashmasam bu she'r ham shu asarni o'qigandan keyin yozilgan bo'lsa kerak. Cho'chqa bosib ketdi mening bog'imni, biri-biridan oq semiz cho'chqalar. Non so'rab yalaydi hamma yog'imni, hech to'ydim demaydi bu go'r so'xtalar. Yerlarga yumalab cho'chqa chinqirar xurram, payxon qilib chaman gulzorlarimni, buzadi ter to'kib men neki qursam, kezadi muqaddas minorlarimni. Qanday olishayin cho'chqalar bilan, ularning ajdarlar bilan eti bir, ularning tusi bir bochkalar bilan, ularning kallasi bilan keti bir. Cho'chqa bosib ketdi mening bog'imni, bir-biridan oq semiz cho'chqalar, ko'ppakdek talaydi hamma yog'imni, hech to'ydim demaydi bu go'r so'xtalar. Bechora maxluq deb rahmim kelgandi. Yomonlik yo'q edi aslo dilimda, bog'imni-ku vayron qilgandi, ammo xurullab gapir der mening tilimda. Eyvoh cho'chqalardan bezorman bu kun, alam gulxonada yonmoqda ichim, Alloh Alloh o'zing bir chora qilgin. Mening cho'chqalarga yetmaydi kuchim, Muhammad Yusuf. Buni Xayrullo Hamidov ham o'qigan o'sha nimasida dasturida, keyin undan keyin Tohir Mahkamov degan qo'shiqchi bor, qo'shiq qilib aytgan. Bu Muhammad Yusufning demak she'ri. Hop, cho'chqalar deb hayvonlar, o'sha rahbarlarni nazarda tutgan. Nima uchun? Buni bitta tomoni, cho'chqa yeb to'ymaydigan hayvon hisoblanadi. Cho'chqa yeb to'ymaydigan. Umuman shunaqa deyiladi. Yeb to'ymaslarga nisbatan cho'chqa so'zi ishlatiladi masalan.
Hayvon bo'ksa kerak, adashmasam cho'chqa bo'kish degan narsa ham yo'q bo'lsa kerak. Eshitganmisizlar, bolachining cho'chqasi bo'kib qolibdi. Bizda cho'chqa boqilmaydi ham. Xullas cho'chqa shunaqangi yeb to'ymas hayvon bo'lganligi uchun bizda ham shunaqa ishlatiladi. Aytaylik, kimdir o'ta ko'p narsalarga ega bo'laversa, to'ymasmikan-a, shuncha narsani nima qilarkan deyiladi va bilasizlar, odamni ko'zini tuproqdan boshqa narsa to'ydirmaydi. Bir vodiy oltini bo'lsa ham, ikkinchi vodiy oltinda orzu qiladi deyilgan hadislarda. Hop, demak, cho'chqalar inqilob qildi. 1917-yildagi inqilobga ishora qilinadi. Snowball, Napoleon, Qichqiroq shularning boshchiligida hayvonlar inqilob qildi. O'sha og'ilxonalarni buzib, borib to'g'ridan ochlikdan chidamay ketganligidan borib to'g'ridan-to'g'ri shular o'sha Jonston omboriga kirib, don-dunlarni yey turganda qarshilikka uchrab va ularni quvib yubordi. Hayvonlar o'zini egasini fermadan quvib yubordi. Bu xuddi oddiy fuqarolar o'zini podshosini quvib, o'zlari podsho bo'lganiga o'xshagan. Endi voqealar juda ham qisqa, shuning uchun mana bu yerda yozilgan. Test kechganlaringda asosan gaplari kerak bo'ladi. Shuning uchun mana bu jumlalarni tashlab qo'yaman, bir o'qib olasizlar. Hozir voqealarga qaytamiz. Demak, Mayyor mana bu gapi. Demak, Snowball inqilobni tashkil qiluvchilardan va jamiyatning ilg'or fikrlaydigan rahbarlaridan biri. Xo'p, mana bu demak, Napoleon. Bu asarni ko'pchilik o'qishni boshlab turib, birinchi betidanoq zerikadi, chunki asarni boshida, o'sha majlisida ko'p hayvonlarni aytib yozib qo'yilgan. Bu qahramonlarning ko'pligi qo'rqitadi, lekin unaqangi emas. Tanib olganingizdan keyin oson ketadi tushunishingiz asar. Bitta ikkita hayvonlar haqida tanishtirmoqchiman, hozir aytmay ketganlarimda. Mana bu qaranglar. Jorj Orvelda, masalan, asarda kirishdan oldin mana shu joyini keyin yopib ketamiz bir yo'la. Din haqida, dinga munosabati. Jorj Orvelning dinga munosabati. Demak, bu umuman davlatni boshqaruvida din muhim o'rin tutadi. Dinga yo davlat qarshi bo'ladi, masalan, Sovet paytida qarshi bo'lingan. Umuman dinsizlik shunaqa targ'ib qilingan, dinsiz jamiyat qurilgan. Ba'zi davlatlarda, masalan, bizning davlatimizda hozir dinga ruxsat bor, lekin qanaqadir tartiblar bor dinni ustidan. Juda ham erkin qo'yib yuborish mumkin emas. Hop. Dinni mana shu asarda qaysi obraz orqali ko'rsatib bergan? Nima deb o'ylaysizlar? Muhokama guruhiga yozsalar ham bo'ladi. Qaysi qahramon haqida? Qahramonni biz dinni obraz deyishimiz mumkin. Muhokama guruhida fikrlarini kutyapman. Prokommentirovat degan joyga bosib yozsalar ham bo'ladi. Fikrlaringni. Eng tagidagiga yozinglar, chunki hammasini ko'ra olmayman. Eng tagidagiga mana shu, yozishdi. Benjamin Eshchakni. Yo'q, Benjamin Eshchak ziyoli qatlamdi timsoli, lekin bu gapingizda ham jon bor. Nimaga siz Benjamin o'sha asarni boshidan oxirigacha fikrini o'zgartirmagan qahramon hisoblanadi. Keyin test tuzganda shu Benjamin nimasini qo'ysa bo'lar ekan, demak yaqin ekan. Xo'p. Vaqt olmaymiz, o'zim o'qiyapman. Qaranglar. Jorj Orvelning dinga munosabati. Mana shu parchani o'qib beraman. Muz tog'ida kitobimizda 13-14-betida ekan. Qo'lga o'rgatilgan qarg'a Mozus tomonidan tarqatilgan yolg'onni rad etish zarurati cho'chqalarga Mollining injiqliklaridan ko'ra qiyinroq, zahmattalab ish bo'ldi. Demak, hamma hayvonlar o'sha ferma egasi Jonsga qarshi, faqatgina Molli degan shuni o'zini izboshida yuradigan oti va Mozus qarg'ani hayvonlar tarafda emas bular. Xo'p, chunki Mozusda qaranglar. Qo'lga o'rgatilgan qarg'a Mozus deyilyapti. Ya'ni podsholarning davrida dinda odamlar nimalari, o'sha saroy mullalari degan atama bor. Dinlar o'sha podsholarga xizmat qilgan. Podsholarning ixtiyoriga qarab turib dinni moslab berib turgan. Ba'zi joylarda, hamma joyda emas, ba'zi joylarda. Xo'p, Mister Jonsning sevimli jonivori bo'lgan Mozus, ya'ni sevimli jonivor, demak bu turib beradi Mozus uchun, shu dinni odami. O'ta so'zamol va g'iybatchi edi. Biroq qizil so'zlikni ham qoyillatardi.
U Muz tog'i deb ataladigan, hamma hayvonlar o'lganidan so'ng albatta tushadigan sirli bir mamlakat mavjudligi haqida mish-mishlar tarqatgan edi. U samovotda qaydadir bulutlardan tepada deb hikoya qilardi Mozes. Muz tog'ida mamlakatda haftada 7 kun yong'ochqa, yil bo'yi yong'ochqa degani o't degani. Yil bo'yi ko'm-ko'k maydalangan shakar, zig'ir kunjarasi butalarda o'sib yotadi deydi u. Molxonada Mozesni hamma yomon ko'rardi. Uning ishlamay faqat oldi-qochdini gaplarini gapirishini hammaning joniga tekkandi. Ammo kimlardir Muz tog'i mamlakatida haqidagi afsonalarga ishondi. Cho'chqalar hammani bunaqa joy mavjud emasligiga ishontirgunlarigacha ko'p mehnat qildilar. Mana shu oxirgi jumlani e'tibor qaratinglar. Cho'chqalar hammani bunaqa joy mavjud emasligiga ishontirgunlarigacha ko'p mehnat qildilar. Ya'ni Sovet paytida dinsiz qilish uchun juda ham ko'p mehnat qilingan. Juda ham ko'p, oson bo'lmagan. Odamlar ongidan shunaqangi Xudo yo'q, demak jannat do'zax yo'q degan mana shu narsani singdirib, mana shu demak Sovet davlati tashkil qilinishini asosiy sabablaridan bittasi ham demak mana shu. Xo'p, davom etamiz. Demak, qahramonlar bilan tanishdik. Qarg'a mavzusida ham dinda bu asarni oxirida o'sha manavi Napoleon taxt tepasiga kelib, diktaturani o'rnatgandan keyin yana qaytib keladi Qarg'a Mozes. Nimagadir qaytib keladi. Shu ikkita joyda asarni boshida va oxirida aytiladi. Demak, inqilob qilindi. Hamma hayvonlar o'zini yutug'idan shod, kutilmaganda va ular o'sha ta'limotni, o'sha mayorning ta'limoti asosida 7 ta qonun-qoida ishlab chiqilgan va bu qonun-qoidalar hammaga ma'qul. Shuning uchun shuni katta qilib o'sha devoriga yozib qo'yadi. 30 metrdan ko'rinadigan qilib yozib qo'yadi. Mana bu 7 ta arkon haqida. Demak, birinchi qoida o'sha shiorimi, qoidasi. Ikki oyoqli yuradigan har kim dushman. Mana shu qoidalarda hammasini, hozir bu yerda o'zgarishlar bilan yozilgan, hammasini buziladi. Keyinchalik diktatura tepasiga o'sha kelgandan keyin, o'ziga xon bo'lgandan keyin hammasini buzadi. Masalan, hammasiga e'tiroz bildiradi. Hamma xalqi, o'sha boksyor, Benjamin shular e'tiroz bildiradi. Iye degan joyiga qoidalarni o'zgartirib qo'yaveradi. Ya'ni o'zini foydasiga. Masalan, ikki oyoqli yuradigan har kim dushman deydi, lekin asarda oxirrog'iga borib turib, o'sha hokimiyatni qo'lga olgan Napoleon odamlar bilan muomala o'rnatadi, aloqa o'rnatadi. Ular bilan oldi-sotdi qiladi. Va shunda aytadiki, to'g'ri, hamma ham aloqa o'rnatmaydi ular bilan. Lekin faqat Napoleon deydi, bizni o'ylab o'zi shu odamlar bilan aloqaga kirishadi, boshqalarga mumkin emas deydi. Demak, bunday olib qaraganda qoida buzilmagan. 4 oyoqli yuradigan qushlar hayron bo'lyapti. Patni ko'rsatadi. Nimaga bizchi? Ha, yo'q, sizlarga deydi, sinov bola aytgan buni. Biz uy hayvoniga kiradi tovuq ham, lekin ikkita oyog'i bor. 4 oyoqli hayvon yaxshi, a'lo. 2 oyoqlilar rasvo degan qoida. Desa, nima ekan bu yerda? 4 oyoqli yuradigan yoki qanoti bor har kim dushman va qanoti bor degan so'zni qo'shib ketyapti. Chunki qanot deydi. Harakat a'zosi emas, harakatlanish a'zosi deydi. Bu gapdan ham Snowball haqida keyinchalik gaplashamiz. Demak, keyingi qoida hayvonlar kiyim kiymaydilar. Bunga e'tiroz yo'q, lekin cho'chqalarning o'zi kiyim kiyadi. Hayvonlar to'shakda yotmaydilar. Bir kuni shunaqa joy bo'ladi, to'shakda cho'chqalar yotganligini payqab qoladi o'sha aholisi. Va e'tiroz bildirsa aytadiki, qoidani qaranglar deydi. Qoidaga qarasa o'zgartirib qo'yilibdi bitta so'zi. Sizlar ilmiy matn ishlaysizlar-ku, matndagi narsani variantda bitta-bitta so'z bilan o'zgartirib qo'yadi. Xuddi o'shanday. Hayvonlar to'shakda yotmaydilar degan joyi yo'q. Qara yaxshilab, qarasa yozib qo'yilibdi. Hayvonlar choyshab to'shakning ustida choyshabda yotmaydilar. Mana biz choyshablarni shu prostinalarda olib tashladik. To'shakda yotsak bo'laveradi, lekin choyshabda yotib bo'lmaydi deganmiz. 4-qoida ham buzilmagan, lekin o'zlari buzdi qoidani. 5-si hayvonlar sharob ichmaydi. Lekin hayvonlar ichadi. Odamlar bilan aloqaga o'rnatgandan keyin ular o'sha tuxumlarni sotib umuman ichadi. Va yana qo'shib qo'yishadi. Bir kuni mast holatda ham ko'radi hayvon cho'chqalarni. Lekin qarasa qoidada turibdi. Hayvonlar sharob ichmaydi deyilmagan, hayvonlar keragidan ortiq sharob ichmaydi deyilgan. Biz hozir faqat keragini ichdik. Ya'ni o'zimizni nimamizda turibmiz. O'zi me'yorda turibmiz degan narsa. Bu ham o'zgartiriladi bu qoida ham.
Xo'p, mana bu juda ham 6-qoida. Hech bir hayvon boshqa bir hayvonni o'ldirishi mumkin emas degan qoida bo'ladi, lekin shunaqangi holat bo'ladi. Napoleonda itlari bir nechta hayvonlarni o'ldiradi. Va shu qoida eslatilsa, yana qoidaga qaranglar deyilyapti va qoidada bitta so'z o'zgartirib qo'yilgan, bitta so'z kiritib qo'yilgan. Hech bir hayvon boshqa bir hayvonni sababsiz o'ldirishi mumkin emas degan narsa. 7-si qoidamiz. Barcha hayvonlar teng huquqlidirlar deydi, lekin oxiriga borganda cho'chqalarning huquqi qandaydir oshib ketadi boshqalarga qaraganda. Sovet paytida ham hammani huquqi bir xil bo'lmagan. Masalan, hamma teng huquqli deb turib, hamma piyoda yurmagan. Masalan, rahbarlar o'sha paytdagi eng qimmat-qimmat mashinada yurgan, qimmat-qimmat chet el narsalarini ishlatgan. Va bu mana bu qoida. Barcha hayvonlar teng huquqlidirlar, biroq ayrim hayvonlar boshqalarga qaraganda ko'proq tengdirlar degani. Endi tarjimada unchalik o'xshamay qolgan shu joylari, lekin shunaqa narsa. Shu 7 arkonni buzilishi asarda o'sha isbotlanib, ko'rsatilib ketiladi. Endi demak, asar haqida gaplashyapmiz. Bu asarni hamma o'qigan hisobi uchun, demak, bu asar Xo'p, ikkita qahramon inqilob haqida gaplashdik. Mayorda tushi deb turib qiziqtirib, odamlarni o'sha inqilob qilishga urinagani emas, yana hozir ham qiziqda. Tushim deb aytadi, lekin tushini aytmaydi. Nimani aytadi? Qayta varaqlasam shuni topdim. Xo'p, sizlarga deydi, gapni gapirib turib o'sha mayor boshida to'plaganda tushim aytib beraman deb. Tushim aytib bermoqchi edim. Buni deydi, tushimni deydi tasvirlab bera olmayman deydi. Yer yuzidan odamlar tushim deydi, yer yuzidan odamlar ketib, faqat hayvonlar boshliq bo'lganligi haqida deb ketadi-da, keyin yana boshqa narsani ulab ketadi. Bu o'sha Leninda agar Lenin yozilgan bo'lsa, juda ham ayyorligini, odamlarni qanaqa qilib o'ziga jalb qilib olishini ko'rsatgan. Bu usuldan sizlar o'qituvchi bu oramizda ko'p o'qituvchilarda bu. Masalan, dars o'tilayotganda, masalan, o'quvchilar zerikadi, qanaqadir fikri u yoqqa bu yoqqa ketadi. O'sha paytda qanaqadir bitta qiziq gapni aytib turib, fikrni jamlab olish usuli bor ekan. Mana shundan hattoki imomlar ham foydalanar ekan, masalan. Imomlar ham jumalarda ma'ruza qilganda o'sha mudrajga ketadi-da, ko'zi yumilib ketadi o'tirganlarni. O'shanda bitta boshqa daxli bo'lmagan qanaqadir bitta gapni aytib turib, o'shani hammasini odamlar diqqatini o'ziga jamlab turib, keyin yana nutqida davom etadigan narsa. Demak, o'sha Leninda shunaqangi notiqligi shu asarda ko'ringan. Endi inqilobni qildi hayvonlar, arkonni yozib qo'yildi, odam ketdi u yerdan. Odam ketgandan keyin ular qaytib keladi. Ular qaytib keladi aniq. Masalan, 5-6 odamlarni aytib jang qilgan. Hayvonlar tilida aytganda bu jang. Lekin jangda hayvonlar yutdi. Chunki Snowball juda aqlli bo'ladi. Snowball o'sha kitoblarni ko'rib, jang usullarini o'rganib, xullas ularni hujumini qaytaradi. Bir so'z bilan aytganda, ularni hujumini qaytaradi. Va hayvonlar o'ziga xon, o'ziga mustaqil bo'lib qoldi. Butun endi ularni oldida ish turibdi. Ularni boshqarish kerak. Yozda hamma o'sha hosilni yig'ib olish, yer haydab turib bir narsalarni ekish, mevalarni terish va hokazo. Shunaqangi muammolarni hal qilish kerak. Buning uchun ular tuzum tuziladi. Cho'chqalar boshliq bo'ladi. Bular aqlli hayvon, o'rgatib turadi. Itlar bilan cho'chqalar, qolgan hayvonlar ishlaydi. Birinchi yili hosil juda ham zo'r yig'iladi, chunki yerda bironta ham boshoq qolmaydi. Chunki hammasini hattoki tovuqlar, g'ozlar toshib yuboradi. Ulardan ortib qolmaydi narsalar. Zo'r tashkillab olishadi. Butun tashqaridagi odamlar qarab turibdi, ya'ni boshida eshitganlar buni kuladi. Hayvonlar o'zi boshliq bo'libdi. Ya'ni xuddi o'zini o'zi boqolmaydi bular. Lekin bular isbotladi, zo'r tashkilladi ishlarni. Xo'p, endi ikkita lideri bor. O'sha ikkita lideri Napoleon bilan Snowball haqida. Bular ikkalasi har doim hech chiqisha olmaydi hech narsada. Ular fikri bir joydan chiqmaydi. Ko'proq. Faqatgina bitta joyda bir joydan chiqdi deyiladi. Mana bu joyda qaranglar. Hayvonlarning boshida, asarning boshida sigirlar baqirib qoladi. Bildiki, sigirlarni sog'ish kerak. Chunki sigirlar odamlar sog'ib olardi, ularning sutini olib ishlatardi. Sigirni sog'masa, ularni o'sha sog'ish kerak uni. Ularga og'riq beradi. Va buni cho'chqalar amalga oshiradi. Cho'chqalar sog'adida, keyin Napoleon sog'ilgan sutlarni qaynoq o'sha shturpaqir sutni xonasiga olib kirib qo'yadi. Odamlar aytadi, endi nima qilamiz bu sutni? Chunki jamiyatda boshida hayvonlar hammasi tengdir degan narsa bor.
Nima qilamiz bu sut bilan desa, ishlaring bo'lmasin. Xo'p, shu demak sutlarga xo'jayin Napoleon bo'ladi. Napoleon cho'chqalarni o'zi yeydi bu ovqatlarda. Bu, kimni timsoli deyilsa qanaqadir, ıı, bor shunaqa narsa. Masalan, Beixtiyor Avloniydanmi kimdir she'ri bor edi. Vatan haqidagi she'ri bor edi. "Sigirdek sutimizni sog'dilar" deydi. Demak, foydali qazilmalardir balkim. Qanaqadir ramziy ma'no bor balki baribir. Chunki, bundan faqat o'sha cho'chqalar rahbarlarni o'zi foydalanadi. Hammayam bas. Hammayam foydalanmaydi. Keyin yana bitta narsa, olma to'kiladi. Olma bu asardagi cho'chqalarni, shu hayvonlarni pul birligi. Masalan, hop, pul birligi. Masalan, olma to'kiladida hamma hayvonni olgisi keladi haligi olmani. Hayvonni olgisi kelsa, cho'chqalar keladida paqirga terib buyruq chiqaradi. "Yo'q" deydi, "bu olmalarni faqat cho'chqalar olib qo'yadi" deydi. "Nimaga shunaqa teng basmiz?" desa, "Cho'chqalar sizlarni boshqaradi. Cho'chqalar aqlli bo'lishi kerak. Sut bilan olmada vitaminlar bor. Biz bularni yeb, o'zimizni aqlimizni boshqarishga sarflashimiz kerak. Yoki sizlar xohlaysizlarmi?" Ularda ushlab olgan gapi shu. Xalqni boshqarishdagi ushlab olgan gapi shu. Sizlar xohlaysizlarmi yana oldingidek, shu nima kelishini? Jonov qaytib kelishini xohlaysizlarmi? Yo'q, yo'q, xohlamaydi, hech kim xohlamaydi. Va bo'ldi tamom. Shu bilan, olmalar, sutlar demak bularniki. Nima uchun pul birligi deyapman? Asarda oxirida Snowballni deydi, o'sha ushlab kelgan odamga deydi, 2 darajali hayvon degan mukofotni beraman deydi. Yana kamiga deydi, bir paqir olma beraman deydi. Bu degani shundan kelib chiqib aytdim. Bu o'sha pul birligi bo'lsa kerak. Snowball bilan Napoleon, ich sohada chiqishmaydi, lekin mana shu sohada chiqishadi. Sutga egalik borasida yoki masalan, o'sha olmalarni cho'chqalar tomiga berilishiga bu qarshi emas. Qolgan ko'p jabhalarda bular farq qiladi. Yuqorida aytdim, Snowball bu o'sha muallifni o'zini, shunaqangi qarashlarini yoritadigan obraz. Snowball juda ham o'qimishli bo'ladi, ko'p kitob o'qiydi. Keyin u har yakshanba kuni hayvonlarni to'plab turib, assambleya qilib turib, biror bir ish qilishdan oldin ulardan maslahat so'rashni o'ziga odat qiladi. Napoleon bunga qarshi. Napoleon o'zini hokimiyatga olgandan keyin aytadiki, "Bu deydi vaqtni bekor ketkazish" deydi. "Qarorlarni men chiqaraman, sizlar ijro qilasizlar, bo'ldi" deydi. Hop, Snowball masalan bittasi arpa ekish kerak desa, bittasi suli ekish kerak deydi. Shu yerda so'rab ketay. Arpani bilaman, suli degan o'simlik ham bor. Buni ham eshitganman, lekin aynan farqiga bormayman. Balkim sizlar borasizlar, bormasanglar ham qiziqib bilib olinglar. Bittasi arpa ekamiz deydi, bittasi suli ekamiz deydi. Bittasi lavlagi ekamiz deydi, bittasi yo'q, lavlagida ekib bo'lmaydi. Ildizli mevada u, ildizida anaqangi mevasi ildizida. Ildizli mevadan boshqa hamma narsani eksa bo'ladi, buni ekib bo'lmaydi deydi. Demak, nuqul qarama-qarshi ikkalasi. Snowball notiq bo'ladi, juda ham gapni chiroyli gapiradigan bo'ladi. Ko'p o'qiydi, chunki Napoleon kam gap bo'ladi. Ichimdagini top deydigan bo'ladi. Snowball, hayvonlar qo'ylardan ko'proq e'tibor beringlar, biz qo'ymiz. Qo'ylardan ko'prog'i Napoleonni tarafdori bo'ladi. Napoleonga muxlis bo'ladi qo'ylar. Hop, Snowball ijodkorroq bo'ladi. Qanaqadir xalqni yengilini o'ylaydigan podsho bo'ladi, o'sha rahbar bo'ladi. Masalan, "Fermer va chorvadorlar" degan kitobni o'qiydida aytadiki, nima yerga nima ekish kerakligini shu kitobdan o'rganib tavsiya beradi. Buni qilish kerak, uni qilish kerak. Chunki shu kitobni o'qigan. "Fermer va chorvador" degan kitobni. Yana "Xonadon uchun mingta foydali narsa", "Har kim o'z poydevorini yaratadi", "Boshlovchilar uchun elektrga oid qo'llanma" degan kitoblarni 3 ta kitobni ichidan o'qib, Snowball nima ixtiro qiladi? Bitta tegirmon ixtiro qiladi. Tegirmon ixtiro qiladi. Tegirmonda suv, shamol tegirmoni, bundan biz deydi elektr chiqaramiz. Elektr chiqarsak deydi, hammalarning uylariga issiq boradi deydi. Hammani uyida deydi isitadigan, nima deysizlar, shunaqangi tokka siydigan pechkalar turadi. Otxonada ham bitta tokkulik pechka, hattoki issiq suv tushadi deydi. Yuvinganlaringda ham issiq suvdan foydalanasizlar. Plus biz, energiya orqali biz, ixtirolar qilamiz. Hamma ish texnika bajaradi. Buni pichan o'rishlar ham texnika bajaradi, narsalarni ekishda ham texnika bajaradi. Mehnat degan narsadan qochamiz. Biz keyin haftada 3 kun ishlab, qolgan kunlari dam oladigan bo'lamiz deydi. Bu demak orzu, utopiya. Chunki o'zingizga savol berib ko'ring, haftada necha kun ishlayapsiz va necha kun dam olyapsiz?
kun ishlab, necha kun dam olyapsiz. Hop, lekin Snowball shunaqangi g'oya qo'yyapti. Napoleon bunga qarshi bo'lmagan narsa deydi. Napoleonga bitta ta'rif beriladi. Napoleon orqa-varotdan ish qilishda ustasi farangi. Orqa-varotdan shunaqa ish qiladi, bir reja ish qilishdan oldin unga ancha oldin tayyorgarlik ko'rib qo'ygan bo'ladi. Hammadan berkitib turib ish qilgan bo'ladi-da, keyin bitta o'sha ishini chiqaradi. Masalan, mana shu Snowballni taxtdan o'sha o'ziga raqobatchidan olib tashlashlik sahnasi ham bor. Snowball keyin Napoleonda shunaqa narsa bor, payt poylash juda ham kuchli. Snowball ixtiro qildi. O'sha ixtirosini nuqta virgulgacha kuzatib turadi nima Napoleon. Lekin yo'q, bo'lmaydi bu, bo'lmaydi bu deydi, lekin xuddi o'shani chizmalari, xuddi shu tegirmonni qanaqangi qilib yasashlar Napoleonda qo'lida ham bo'ladi bitta nusxasi. Qanaqaligi aytilmaydi, lekin Napoleonda ham bo'ladi, xuddi o'sha chizmalar. O'g'irlab olgan. Chunki yana bitta narsani aytish kerak, Sovet paytida, hozir internetlarda chiqyapti. Biror bir ixtironi o'zi, masalan, ko'pchilik aytadi, texnikasi kuchli bo'lgan, bu deydi, lekin biror bir ixtiro o'ziniki bo'lmagan, ko'pi. Masalan, qanaqadir mashina ishlab chiqarsa Amerika yoki chet elliklar bir mashina ishlab chiqarsa, o'shani mashinalari rus ayg'oqchilari degan narsa bor, juda ham ko'p, kinolarda ham ko'p juda aytadi. Qanaqa mashina ishlab chiqarsa, o'shandan bir hafta oldin bular chiqarib yuboradi o'sha mashinani. Xuddi shunaqangi stilda, faqatgina ulardan ko'ra baquvvatroq nimada. Hattoki Oyga uchish ham bilasizlar, Oyga birinchi bo'lib osmonga ham Gagarin uchganmi, o'shandan chet ellar raqobat qiladi masalan. Ular nimani yasasa, bu yerda ham xuddi o'sha narsalarni bular ham yasab turadi. Bu aynan fikr bir xil bitta joydan chiqish emas, bularda shu ko'chirib olish, ayg'oqchilik, mana shu tayyoriga ayyorlik shunaqa narsani ko'proq tanqid qilinadi. O'zini o'sha nimalardan o'g'irlab olgan g'oyalarni. Demak, Napoleon ham xuddi shunaqangi Snowballni g'oyasini o'g'irlab oladida. Va endi Snowball kerak emas. Snowball bor iqtidorini ishlatib, zo'r bitta loyihani ishga tushirdi. Bu osonbas edi bu narsa. Shuni olgandan keyin ana endi Snowballni yo'qotish payti keldi. Yo'qotmasa bo'lmaydi. Chunki Snowball bu nimani qilgandan keyin, tegirmonni o'rganatgandan keyin Napoleonda obro'si bir tiyin bo'lib qoladi. Kuchayib ketadi Snowball juda ham. Keyin bunga tayyorgarlik ko'rib qo'ygan. O'qitish masalasida ham bular ikki xil fikrlaydi. Aytadiki, nima Snowball aytadiki, hammani o'qitish kerak deydi. Lekin hayvonlarni o'qita olmaydi. Hayvonlarni o'qita olmaydi. Shu gapni aytyapman, ko'z oldi o'qituvchilar ko'z oldidan o'tyapti maktabdagi o'quvchilar. Ular emas, xullas hayvonlarni o'qitib bo'lmaydi. O'qitish masalan 1000 urungani bilan masalan boksyor degan ot mehnatkash, zo'r, lekin 4 ta harfdan u yog'iga o'tmaydi. Faqat hayvonlarning savodliligi borasida Müller degan echki o'qiy oladi, cho'chqalar o'qiy oladi, itlar o'qishni biladi, itlar kuchuklar o'qishni biladi, lekin ular faqat shu 7 arkonda o'qiydi xolos, qolganini o'qimay qo'yaveradi. Ularga qiziq emas qolgani. Klover otlar yoki masalan boshqa hayvonlar umuman o'qiy olmaydi. Qo'y, sigirlar umuman o'qish nimaligini bilmaydi ular. Hop, Snowball bularni hammasini o'qitish kerak deydi. U Napoleon yo'q, o'qitish kerak emas, bularga faqat keragini o'rgatsak bo'ldi deydi. Keyin deydi, u bizni nimalar, biz quvib yuborganlar bizga hujum qilishi mumkin. Biz shunga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak degan fikrda ham. Masalan, Snowball aytadiki, biz deydi, mana shu g'oyamizni, mana shu hayvon bizni o'zimiz qilgan ishni boshqa qo'shni fermalarga yoyishimiz kerak. Ya'ni boshqa davlatlar ham shunaqangi bo'lsin, mustaqil bo'lsin. Keyin shunda biz hujumga xavfsiramaymiz, hech kim bizga hujum qilmaydi, chunki bizga hujum qilayotganlarning o'zi ham o'zimizdan bo'ladi deydi. Qanchalik to'g'ri bilmadim buni. Endi Napoleon aytadiki, yo'q deydi, biz deydi o'zimizni himoya qilishda o'rganishimiz kerak. Biz hayvonlarga o'q-otar qurollarni ishlatishda, chunki qurol bilan bo'ladigan janglar, shunaqalarda ta'lim berishimiz kerak deydi. Hamma sohada ular bir-biriga qarshi. Ayniqsa tegirmondan keyin ziddiyat kuchayib ketadi-da. Mana bu Napoleon zimdan chiqaradi dedik. O'sha Jelsi, Bulbel deganda o'sha 9 ta ko'ppagini, kuchukchasini sutdan chiqishi bilan bo'ldi, endi bularni men o'zim tarbiya qilaman deydi-da. O'zini maqsad o'sha chordog'iga olib chiqib ketib, o'sha yerda tarbiya qiladi. Va odamlar, o'sha hayvonlar hattoki unutadi shunaqangi itlar borligini ham. Hammadan yashirib, o'zlariga o'rgatib, faqat o'ziga bo'ysunadigan qilib turib tarbiyalaydi. Davlatning itlari bo'ladi keyin ular haqiqiy. Faqat davlat oldisa oladigan, qo'ysa qo'yadigan shunaqangi
kuch ishlatar tizimi bo'ladi. Xo'p, Napoleon mana shu narsani snoubolga ishlatadi. Snoubolga qaratib bitta xunuk ovoz chiqarganda 9 ta it kelib turib, hech narsa yo'q talab ketganda snoubol qochib ulguradi. Qochib qoladi, yem bo'lmaydi. Lekin shu bilan snoubol taqdiri aytilmagan, lekin snoubolga qayta-qayta eslashga to'g'ri keladi. Hop, snouboll taxtdan ketdi. 3-4 kundan keyin Napoleon boshliq bo'lgandan keyin birinchi qilgan ishi maslahatlashib ish qilishni yo'qotdi va har hafta dushanba kuni aniq tiniq qilib vazifalarni beradi. Unaqa qilamiz, bunaqangi qilamiz deydi va nazoratni kuchaytiradi cho'chqalar, itlar yordamida. Snoubollni yo'qotgandan keyin Napoleon demak o'zi boshliqlikni boshlatdi. Yakshanba kunlarni yo'q qilib, dushanba kuni o'sha buyruq berishlar bilan shug'ullanadi va tizim shunaqangi bo'lib ketdi. Kimdir qarshi fikr bildirsa bo'ldi. Itlar ularga qarab irillaydi va bo'ldi. Hammani ovozi o'chadi. Hech kim bu narsaga nima qila olmaydi. Keyin borib Napoleon Snoubollni xoinlikda ayblaydi. Xoinlikda ayblaydi va bu deydi dushman ekan, bu o'sha Jonsga sotilgan ekan va odamlar o'sha biladi-ku endi shu yerda qahramonlari, boksyor biladi, birgama-birga qanaqasiga Snouboll jangda biz bilan birga qon o'qilan yaralangan. Qanaqasiga bu xoin bo'lishi mumkin? Yo'q, bu ataylabga qilingan va odamlarga shu narsani aytib, Napoleon haq degan narsani odamlar ongiga singdirib tashlaydi. Bu ishda ularning yordamchisi Qichqiroq degan ma'naviyatchi, targ'ibotchi, baqiroq cho'chqa o'sha rahbar odamlarning ongiga singdiradi va qayerda bo'lsa ham dohiy Napoleon Napoleon hamisha haq. Bu xuddi o'sha Stalinda shaxsga sig'inish oqibati degan o'sha atama paydo bo'lgan. Shaxsga sig'inish degan. Xo'p, Snouboll demak shunaqangi bo'ladi. Hamma undan qo'rqib, hayiqib turadi. Chunki bunga qo'rquvda ushlab turadi. Snouboll o'sha Stalin qanday ushlab turgan o'sha diktaturasini qo'rquvda ushlab turgan. U biron bir yaxshi chiqganmi, qanaqa yaxshi odam bo'lganmi? Yo'q. Qo'rquvda shunaqangi mahkam ushlab turgan diktatura qilib turdi. Men ba'zilarini aytib beraman. O'sha kitobdan keltirilgan bu mashhur Stalin desa, to'g'risiga masalan Navoiy asarlari deymiz, xuddi shunday Stalin desa, Stalin qatag'oni degan, shu qatag'on degan so'z bunga o'rnashib qolgan. Qatag'on, Stalin qatag'oni. Xo'p, u Snoubollni shunaqangi yomon ko'radi va qayerda qanaqadir o'g'rilik bo'lsa, aytadiki, Snouboll aybdor, Snouboll kelib shuni o'g'irlab ketgan deydi. Va o'sha muallif aytib ketyapti, bu yordamida, mana Snoubollni aybdor qilish yordamida davlat o'sha yerdagi boshqaruv o'zidagi kamomatlarni yo'q qilib yuboryapti. Masalan, o'sha Snouboll o'g'irlabdi buni deb turib, o'sha o'zi o'g'irlagan o'sha narsani, lekin Snoubollga masalan nisbat o'g'irlikka beryapti. Yoki oddiy bo'ron tufayli hayvonlar o'sha tegirmon quradi, keyinchalik Napoleon o'zimni g'oyam bu deb turib, shu tegirmonni qurdiradi, shamol tegirmonni. O'sha shamol tegirmonni birinchi martasida bo'ron orqali buzilib ketadi. Bo'ron kelib, ertalabki tep-tekis bo'lib qoladi. Va buni ham Snoubollni bo'yniga qo'yadi. Snouboll qilgan. Ya'ni davlatda bitta umumiy yomon ko'radigan odami bo'lish kerak bo'lgan. Keyin yana bu yordamida bu juda ham taktikasi kuchli bo'ladi Stalinda, o'sha Napoleonda. Masalan, asarda biz ko'pincha ko'ramiz, masalan, 4 ta cho'chqa degan atamani. Oti aytilmaydi. 4 ta cho'chqa norozi bo'ladi boshida Snoubollni ketishiga. Undan keyin ham qanaqadir bir narsa bo'lsa 4 ta cho'chqa naqangi bo'ladi. O'sha 4 ta cho'chqa, 3 ta tovuq, g'oz, qo'y, shunaqangi yomon ro'yxatga tushib qolgan, bir kuzatuvga tushib qolgan hayvonlarni o'sha Snoubollni xoini qilib turib jazolaydi. Bu xuddi o'sha qatag'onni eslatadi. O'sha joyini o'qib beraman, qaranglar. Masalan, nima deydi bu? 4 ta cho'chqani aytadiki, bular Snouboll bilan yashirin aloqa o'rnatgan deydi. Bir kun majlis qiladida, o'sha majlisga 4 ta cho'chqa chiqyapti. O'zi iqror bo'ladi. Buni ko'p asarlarda o'qigansizlar. Qanaqangi qilib bo'yniga qo'ydirishdi. Oltin zanglamasdan, Sodiqni masalan qiynoqlarida yoki otamdan qolgan dalalardagi Dehqonqulda qamoqda qiynoqlarini ko'rgansizlar. O'shanaqa qiynoqlarni qo'yib turib bo'yniga qo'yadi va xalqni ichiga chiqib aytadi, 4 ta cho'chqa biz deydi Snouboll bilan yashirin aloqa o'rnatgandik. O'sha zahotini o'zida itlari g'ajib tashlaydi. 3 ta tovuq chiqadi. Biz deydi tushimizda Snouboll kirganda keyin bizga tuxumlarni bermanglar degan. O'shaning uchun biz bermadik deydi. 3 ta tovuq ham o'ldiriladi. G'oz chiqadi. Men deydi 6 ta donni deydi, e'tibor beringlar.
6 dona donni berkitganman, kechqurun yeyman deb olib qo'yganman o'zim uchun. G'ozam o'ldiriladi itlar tomonidan. Qo'y chiqadi, hovuzda iflos qiluvdim deydi. O'zi tan olyapti. Jazosini oladi. Ikkita qo'chqor chiqadi. Napoleonda muxlisi bo'lgan bitta qo'ydi o'sha issiqda yugurtirgan ekan. Uning uchun ular o'ldiriladi. Demak, qon o'sha yerda oqib, o'sha hayvonlarning o'ligi to'lgandan keyin bunaqangi o'ldirilishlarda hattoki Jons davrida ham ko'rmagan bunaqangi adolatsizliklarni. Va hayvonlar qo'rqmasdan kim qo'rqsin? Ko'zini oldida shunaqangi vahshiyona arzimagan sabablar bilan jazolashini ko'rib turib Napoleon deb. Endi Napoleon bu Stalin deyapmiz. Stikerlar degan narsa bor. Masalan, Telegramlarda, Facebooklarda bor. Masalan, Stalinda stikerlari bor. Masalan, biror narsa bo'lsa, ruschasiga aytganda "strelят" deydi, ya'ni otilsin deydi. Shunaqangi rasmni qo'yganda va otilsin degan joyi bor. Biror narsa bo'lsa, hozir biz shunaqangi aytiladi. Endi Stalinga farqi bo'lmagan. U bitta bug'doy uchun bo'ladimi, 1 kilo bug'doy uchun yoki masalan 4 ta kartochkani o'g'irlaydimi, qattiq jazolagan va odamlar Stalin desa juda ham qo'rqqan va Stalin desa shu targ'ibotchilar yordamida hattoki yaxshi ham ko'rgan. Stalinda otamiz deb aytgan. Shu ikki eshik orasida ham borku, hamma yig'lab qoladi-yu, otamiz o'lib qolibdi deb yoki asrga tatigulik kunda ham bor. Ota o'lib qolibdi. Butun xalq xursand bo'lish kerak. Ular motam tutadi shu narsaga. Hop. Demak, qayerda qoluvdik? Chalkashib ketaman gapirib turib uzoqlarga, boshqa asarlarga sayohat qilib boraman. Qayerda qolganim esdan chiqib qolyapti. Naushnikda eshitib ishchilarimizni qilyapmiz debdilar, xursandman. Men aniq o'qiyman endi ustoz tahlilidan keyin qiziqib qoldim. Hop, Snowball haqida gapirib turdim, adashmasam. Snowballda o'sha Stalinda timsolida gapirib aytib qanaqaligini. Hop, endi yana voqealar rivojiga o'tamiz. Voqealar rivojida o'sha mana bu qoida borku, 4-qoidamidi, 7-arkon, 4-qoidamizmidi, adashmasam shunday. Hayvonlar, hech bir hayvonlar boshqa hayvonni o'ldirmaydi va aytayapti, sababsiz o'ldirmaydi deganmiz. Chunki bular sababi bor. Bular hammasi Snowballga sotilganlar deydi. Endi mana bu boksyor degan otni gapirib turib, biz voqealarni rivojlantirib bersak bo'ladi. Mana shu tegirmonni qurilishida boksyor degan ot juda ham katta rolda o'ynaydi. Chunki u eng katta 6 fut deydi bo'yini kattaligini. Shunaqangi baquvvat ot, ko'rganda odamlar havasi keladigan, o'sha butun borini berib turib ishlaydi. Toshlarni uzoqlardan olib keladi. O'sha tegirmonni qurishida birinchisida ham faol ishtirok etadi. Keyin ikkinchi martasida u bo'ron ketgandan keyin ikkinchi martasida ham faol ishlaydi. Birinchisini 2 yildan keyingisini ham quradi. Unisi ham vayron bo'ladi-da, qizig'i. Va bu o'shani va ikkinchisini vayron bo'lishi bu hayvonlarda foydasiga bo'ladi. Nimaga desalar, ikkinchi martasida bitta voqea bo'ladi. O'sha ikkita jang bor asarda. Sigirxona oldidagi jang va tegirmon oldidagi jang. Shu tegirmon oldidagi jangda o'sha hayvonlarda ruhlanishiga sabab bo'ladi mana shu tegirmonni portlatilishi. Xo'p, o'sha joygacha endi qayerdan portlatilyapti, nima uchun portlatyapti? U portlatish uchun dinamitlarni qo'yib gugurt chaqib tursin. Biz jicha orqaga qaytib o'sha joyga kelamiz. Xo'p, cho'chqa Napoleon o'sha odamlar bilan muomala qilgandan keyin birinchi bo'lib otni sal Uyimper, adashmasam, otini sal talaffuz qilish qiyin. Masalan, ular ham bizda o'zbekcha ismlar talaffuz qila olmaydi-yu, biz ham ularga talaffuz qila olmasak chiqsa yo'q. Uyimper, adashmasam. Uyimper degan o'sha nima elchi keladi va u biladi. Masalan, o'sha davlatni boshqa dunyolar bilan, boshqa dunyo bilan aloqa qilishga majbur. Masalan, hayvonlarni o'zida ishlab chiqarayotgan narsa baribir o'zi uchun qiziq emas. Shuning uchun shu huquqshunos bo'ladi, o'zi tadbirkor odam bo'ladi. Shu kelib cho'chqa Napoleon bilan gaplashadi. Aloqa o'rnatadi. Tuxum ekspertini yo'lga qo'yasizlar, tuxumni bizga sotgin deydi, evaziga senga deydi, ichkiliklar beramiz deydi yoki boshqa narsalar beramiz, pul beramiz, qiziqtiradi. Va tuxumni aytadiki, nima o'sha Napoleon hamma to'g'rilar deydi, tuxumini berish kerak deydi. Lekin nima bo'lgan, qo'zg'olonda boshida aytganki, to'g'rilarni ruhlantirish uchun mana tuxumingni deydi, hammasini odam olib qo'yapti. Sutingni hammasini odam olib qo'yapti. Bola tug'yapsan deyapti Kloverga, otga. 4 ta bolang qani? Qayerga olib ketdi? Cho'chqalarga aytayapti. Har yili o'zingni qassobxonada ko'rasan degan ma'lumotlarni shunaqangi odamga nisbatan aytilgan edi. Lekin to'g'rilarga endi o'zi aytayapti, tuxumingni berasan deyapti. To'g'rilar isyon qilib
Yuqorida aytdik, uchta tovuqni tushida ko'rganligi uchun o'ldirgan deb. To'g'rilar isyon qilib, tuxumlarni turbalarni tepasiga, shu baland tepaga chiqib tug'moqchi bo'ladi. Chunki tug'adi, tuxum sinadi, senga ham bo'lmaydi, menga ham bo'lmaydi degan ishni qilmoqchi bo'ladi. Lekin Napoleon cho'chqa buni chorasini ko'rib, och qoldiradi hammasini. 5 kun och qolganda 9 ta tovuq o'ladi va 9 ta tovuqni qahramon qilib yubormasin bular deb turib, bular deydi kasallikdan o'ldi deydi. Ya'ni qabrini oldiga ham bormaydigan qilib qo'yadi. O'ligini oldiga ham yaqinlasholmaydigan qilib qo'yadi. Ana shunaqangi qattiq jazolashlardan keyin hamma hayvon biladi, nimadir noto'g'ri, lekin hammasi umid qiladi. Ha, buni chorasi faqatgina ishlash ekan. Qattiq ishlashim kerak degan narsa miyasiga singib qoladi. Hop, tuxumlarni eksport qilib, shu tashqi dunyo yana bitta narsa o'sha u imperiya aytadiki, mana bu yerda turgan to'sinlar bor ekan. Fermada bo'ladi to'sinlar. Bularni deydi yoningdagi qo'shni fermerlar oladi deydi. Ikkita fermer bor, yuqorida yozdim. Oti esimda qolmagan to'g'risi. Fredrik, keyin Pennington, Richington g'alati otlar. O'sha ikkalasidan bittasiga sotgin deydi nimani, o'sha narsani. To'sin desa endi Napoleonda o'sha qanaqadir tashqi siyosatda ham juda ham g'irrom odam bo'lgan adashmasam, bir masalan meni bilganim masalan Yugoslaviya bilan prezidenti bilan do'st bo'lib turib, keyin u bilan dushman bo'lib qolganda Stalinda hayotda. Keyin o'sha Yugoslaviyada xizmat qilgan bir nechta taqdir egalari, odamlar, jumladan bizning ajdodlarimiz ham bor u yerda, xalq dushmaniga aylanib ketadi. Stalinda shunaqa ahmoqona ishidan keyin. Shunaqa tuzumi yo'q odam bo'lgan, shu ham ko'rsatilgan bu kitobda. Ikkita fermer bor. Fermerni unisiga ham sotaman deydi, teradi. Bunisiga ham sotaman deydi, lekin aslida o'sha Fredrikka sotadi. U ham bopledi, o'sha bergan pullari hammasi soxta bo'lib chiqadi. Va urush e'lon qilamiz deb turgan joyga Fredrikni o'zi urush e'lon qilib keladi va katta jang bo'ladi. Hayvonlar yutqizayotgan joyida o'sha Fredrikni odamlari tegirmonni dinamit qo'yib, haligi joyga keldik, gurt bilan portlatib tashlaydi. Va mana shu narsa bunga juda odamlarga kuch bag'ishlab yuboradi. O'sha hayvonlarga, odamlarni boryapman, hayvonlarga kuch bag'ishlab yuboradi va shuncha 2 yillik qilgan mehnatini rasvo qilganligi, yo'q qilganligi uchun bor kuchini to'plab turib, u jangda ham demak g'olib bo'ladi. U jang tugagandan keyin Snowball bilan Napoleonni yana solishtiramiz. Masalan, Snowball birinchi safda turib jang qilgan. Napoleon jangda umuman yashin oladi, bir uychaga kirib bekinib oladi yoki shu asarda aytiladi, hech qayerda ko'rilmagan qichqiroq, dushmanlar qochib ketganini ko'rib, to'pponchadan o'q uzib, biz yutdik, g'alaba qozondik deb baqirib yuribdi. Ya'ni shu qahramonlarda o'zi yo'q, o'sha jang qilish paytiga kelganda. Hop, o'sha narsa ruhlantirib beradi. Mana shu narsadan bir o'ylashga, qilishga arziydigan narsa, masalan, bitta hikoya o'qigandim. U hikoyani muallifi esimda yo'q, lekin bitta liseyda kitobida bor edi. Odam bittadan ajragandan keyin yana boshqatdan hayotga muhabbati uyg'onadi. Yana boshqatdan pul yig'ib, yana boshqatdan suv sotib yashab ketadi. O'laman endi deb vasiyat qilib turgan joyida. Bu xuddi shu holatga o'xshaydi. Ya'ni buni o'zlaringga qiyos qilsalar ham bo'ladi. Odatda imtihonga bir marta kirib chiqqan odam, masalan, milliy sertifikatga deylik, bir marta kirib chiqqan odam kirdi, ishladi, bir bal yetmadida. Shunaqangi kuch paydo bo'ladi, keyingi yiliga u aniq undan ham ko'p bal oladi keyin. Undan ham zo'r harakat qiladi, kuchiga kuch qo'shiladi. Shuning uchun ham bir martada olish qiyin deydi, 2 marta, 3 martada albatta oladi. Masalan, shunaqangi kuch paydo bo'ladi. Demak, o'sha nimalarimizda ham, qahramonlarimizda ham yutqizib turgan joyida undagi butun mehnatini olib qo'yadi. Masalan, mehnatida shu tegirmonni mehnatini buzib vayron qilganiga alamini olib, o'sha jangda demak g'olib bo'ladi ekan hayvonlar. Yana Napoleon qahramon, yana Napoleonda yana o'sha siyosat davom etadi. Hayvonlarga qiyin, hayvonlarga qiyin bo'ldi. Mana bu boksyor degan otimiz yana boshqatdan mehnat qilishni boshlaydi. U jangda yaralangan, lekin baribir ishlashni boshlaydi. Ko'zim tirikligida deydi, shuni ko'rib qolay deydi. Chunki o'sha sovet paytida odamlar shunaqangi robotlashtirilgan. Robotlashtirilganki, masalan, o'sha muallif ham aytadi. Bunda deydi, ikkinchi marta tegirmonni uchinchi marta qurilishimi, uchinchi marta qurilishida deydi, nima shart emas deydi. Bunaqa chiqib ishla deyish ham shart bo'lmay qoldi. Bu hayvonlarni o'zi bilib ishlayverdi deydi. Chunki hammasi shunga robotlashtirilgan. Bu xuddi bizni paxtalimizga o'xshaydi. Chunki paxtani aytmagan Jorj Oruell sovet paytida, sababi paxtani endi hayvonlar yemaydi-ku, shu mantiqsizlik bo'lmasin degandir balkim. Balkim boshqa sabab bordir, lekin paxta haqida tilga olinmagan ekan. Xo'p, bizni shu nafaqat sovet, balki biz O'zbekistondan kelib chiqib aytyapman. Rossiyadan nima chiqgan bilmayman, lekin
ularda balki shunaqa qurilishlar qurilgandir, GES yoki boshqa narsaga nisbatan. Bizni paytda, sobiq sovet paytida shu paxta shunaqangi ishlagan odamlar. Hech kim ularni uyg'otmasa ham hammadan oldin turib dalasida bo'lgan. Hech kim ularga buyurmasa ham kechqurun borib, nazorat qilmasa ham kechqurunda borib dalam deb gapiradi. Uni otamdan qolgan dalalarni o'qisangiz juda ham zo'r tasvirlangan. Shuni paxtalarni yaxshi ko'rib, shunaqangi bo'lgan bizni ota-bobolarimiz shunaqangi robotlashtirilgan. Faqat shu ish uchun. Ishlasam, qancha qilsam, bu qilsam o'zini o'ylamagan. O'zimchi, bola-chaqamchi, umrimchi, sog'lig'imchi degan narsalar bo'lmagan hech ham. Snowball'da, Napoleonda shu odamlari ham demak uni o'sha narsani qurishni oxiriga yetkazadi. Lekin qurayotib bitta fojia yuz beradi. Mana bu boksyor degan otni taqdiri bu hammamizga ibrat bo'lishi kerak. Boksyor yarador bo'lib qoladi. O'sha tepaga oti o'sha yomg'irda ishilay turib nogiron bo'lib qoladi. Nogiron bo'lib qolgandan keyin endi davlat uni himoyasiga olishi kerak. Unga katta, u rosa ham katta ish qildi. Eng katta ishni shu qildi. Masalan, shu boksyor degan otni o'zi bitta ish yarmini qildi desa ham bo'ladi shu ishni, misol uchun. Xo'p, nima qiladi ular? Cho'chqalar uni odamlar bilan gaplashib qassobxonaga topshirib yuboradi. Qassobxonaga olib ketyapti, lekin sodda xalq, sodda qo'y echkilar, "Xayr, tuzalib qolasan, sog'ayib ketgin", xayrlashyapti. Faqat ichida Benjamin degan odam, bu ziyolilardan obrazi, o'qishni biladi. Qarasa qassobxona, hayvonlarni so'yish, itlarga ovqat berish xizmati deb yozib qo'yibdi va ogohlantiradi. Va buni bo'yniga olmaydi, tan olmaydi. Qichqiroq 3 kundan keyin keladida, yana buni oqlayapti. "Sizlar" deydi, "adashibsizlar, har xil gaplarni eshitdik. Qassobxonaga berib yuborib", qassobxona emas, bu qassobxonadan o'sha больница sotib olgan bu mashinani. Shuning uchun lekin yozuvini o'chirishga ulgurmagan, bilib-bilmay tuhmat qilmanglar. Napoleon o'zi aytdi, deydi. Ya'ni odamlarda Napoleon mana boksyor otga yana bitta nima qo'shiladi. Yo'q. Boksyor otni shiori bordi o'zi bitta. Napoleon hamisha haq degan. O'zini shiori o'ziga shunaqa teskari ishladi. Demak, umri mehnatda o'tgan ot o'sha jamiyat tomonidan, rahbarlar tomonidan qadrlanmadi. Bir chaqalik qadri bo'lmadi. Shuncha xizmatini, boshqasini. O'lib ketdi o'zi, qiynalgani ham qayerga bordi, umuman qiynalib ketdi, o'ladi shunaqangi bo'lib. Hop, asarimiz davom etadi. Fikrlar. Asar o'zi oxiriga yetib qoldi. Demak, otni gapirdim, boksyor otini. Keyin yana bitta narsani esimga aytib qo'yishim kerak. Bizni jamiyatda ham bor shunaqa narsa, oldin ham bo'lgan, hozir ham bo'lgan, bundan keyin ham bo'lsa kerak. O'sha SSR paytida o'sha Napoleon shunaqangi qattiq qaraydiki, nimaga? Tuzumga. Tashqi davlatlar, umuman tashqi davlatlarga hammasi yaxshi, SSRda o'sha aytaylik hayvonizmda hamma yoq zo'r, hamma yoq a'lo degan gapni tarqatadi hammaga. O'sha o'zini ayg'oqcha kabutarlari bo'ladi, o'shalar yordamida aytib turadi. Va bizga qo'shildi, mana bu Uimper degan elchisi ham kelib turibdi. O'sha 2-marta, 3-marta tegirmon qurishda ular qashshoqlanib qoladi, juda ham qiynalib qoladi. Lekin uni bildirmaslik uchun haligi Uimperni oldiga butun dunyoga borib, "Ha, bular aholisi qashshoq yashayapti, ovqatsiz yashayapti" demasin deb bitta yo'l tutadi. Sizlarga tanish bu lavha. Omborxonalarga, bochkalarga, xumlarga qumni to'ldirib, ustiga donlarni qo'yib qo'yadi. Va elchiga ataydan elchilarni olib kiradi shu joyga. Ko'rsa hamma yoq ombor to'la don, ombor to'la un, odam qo'ylar gapiradi, biz deydi zo'r yashayapmiz, shunaqa narsalar. Bu o'sha yolg'on suvatga berish, yolg'ondagi ham xo'ja ko'rsinga shunaqangi ko'rsatishlar bo'ladi. Komissiya kelganda, demak, hamma narsani joyida qilib ko'rsatish. Hamma narsani joy-joyida qilib ko'rsatib ketadi. Masalan, maktablarda ishlaganlarda ham 11-sinfga kirsa davomat 100 bo'ladi-da. Qayerdan 100 bo'lib qolgan, lekin 100 bo'lib qoladi. Asar nihoyasiga yetyapti. Demak, bu Napoleon yana bitta qoida chiqaradi, lekin qoida chiqarishdan oldin haligi aql-ovratdan chiqiladi, zimdan chiqiladi degan yana bitta isboti. Bitta qo'ylarni olib boradi, bir o'tloqqa olib borib turib, o'tlatgani olib boradida, ularni keyin olib qoladi. Olib qoladida ularga, chunki eng ko'p qo'shig'ida o'sha qo'ylar aytadigan bo'ladi-da. Chunki o'sha 7 ta arkonni sodda qilib, umumiy qilib, bitta qilib, Snowball 4 oyoq a'lo,
ikki oyoq rasvo deb turib shunaqangi umumlashtirib bergan bo'ladi. Va shu qo'ylarda savodi bo'lmaydi, lekin mana shu qo'shiqda zo'r aytadi ular. Bundan tashqari yana Angliya qo'shig'i yoki bo'lmasam hamma yoq obod bo'ldi degan qo'shiqlar bor, bularga to'xtalmadik. Xullas, shu qo'shig'ida qo'ylar aytadi. 4 oyoq a'lo, 2 oyoq rasvo degan. Endi ularni olib boradida, olib borib turib tayyorlayapti. Ya'ni bu davlat jamiyat boshqaruv odamlardan ko'ra ancha oldinda, masalan, nima qilayotganligini o'zi oldinroq biladi. Masalan, ularga olib borib, qo'ylarga olib borib mana bu qo'shiqni o'rgatadi. 4 oyoq yaxshi, 2 oyoq undan yaxshi. Chunki bir kuni odamlarni oldida endi cho'chqalar o'zgardi, ularda nima deydi, tashqi dunyodan muomalalari bor. O'zini endi oddiy xalqda vakil emas, o'zini katta tutishni boshladi, odamlarni mensimay qarashni boshladi. Diktaturani o'rnatdi o'zini nimasini. Va ikki oyoqlab yura boshlaydi. Cho'chqalar, qichqiroq hammasi ikki oyoqlab yuradi odamlarga o'xshab. Buni ko'rib hamma hayron qoladi. Nimaga buzildi, arkonimiz buzildi deb borsa, va qo'ylar shu qo'shiqni boshlab qoladi. 4 oyoq yaxshi, 2 oyoq undan yaxshi. Ya'ni hamma narsani o'ziga moslab, oldindan reja qilib shunaqa bajaradigan. Va asar qanday yakunlanadi? O'sha elchilar keladi. Elchilar kelib, ular bilan gaplashib o'tirib, ular muvaffaqiyati bilan tabriklab, chunki hamma narsa joyiga tushib ketgan. Eski inqilobni eslaydigan odamlardan faqat Clover qolgan. Yana kim qolgan? Eslangda bormi? Asarda oxirida aytiladi, testda mabodo tushib qolsa agar. Clover, yana kim? Eski odamlar, asar oxiri mana. Clover, Benjamin va bir ikki cho'chqa qoldi xolos, inqilobni eslaydigan deydi. Undan boshqalar hammasi o'lib ketdi. Yosh avlod demak bilmaydi nimani. Kim inqilob qilgan, Snowball kim bo'lgan, boksyor, hattoki boksyor haqida ham eslaydigan odamlar. Napoleon 1,5 sentner bo'lib ketdi deydi. Juda semirib, katta bo'lib ketdi deydi. Qichqiroqdi deydi, semirganda ko'zi ham yumilib ketdi deydi. Ya'ni bu ishora rosa ham yedi, maza qilib yedi shu xalqni nimasini, o'sha nima deydi, o'sha boshqaruvdagilarni haqqini degani. Xo'p, asar shunaqa tugaydi. Ular oxirida hayvonlar qarasa xuddi masalan buni multfilmida zo'r aks ettirib qo'yibdi. Anaqa hayvonni ko'zi bilan qarasa, haligi cho'chqa Jonsga o'xshab ketgan, eski xo'jayiniga. Bunday ko'zini qilib qarasa, yana o'zini holatiga qaytyapti. Xullas, asar shunaqa tugaydi. Hayvon kim, odam kim bilib bo'lmay qoldi. Oxiriga borgandan keyin shunaqa bo'lib tugadi deydi. Shu bilan asarimiz tugadi. Endi yana qanaqa savollaring bo'lsa javob berishim mumkin yoki bo'lmasam bitta ikkita joylarini qayd qilib qo'yganman. Shu joylarni sizlarga ulashib beraman. Lekin asarni shu savollaring bo'lsa yozib qoldiringlar. Qaranglar. Xo'p, asarda mana bu gapni yig'im-terim davrida hech bir jonivor bir yutumdan ortiq donni yutib yuborishga jazm qila olmadi. Bu sovet payti, bu aniq sovet payti. Chunki ikki eshik orasidir degan romanda bor. Bizni ota-bobolarimiz mana shu narsa. Chunki uyida bolasi och bo'lgan, lekin o'sha kartochka yetishtirgan tonna-tonnalab, lekin o'sha kartochkani ikkitasini o'g'irlab uyga olib kirib yegiza olmagan. Agar yegizsa bu jazo hisoblangan. Juda ham jazo hisoblangan. Xo'p, keyin yana bu gap, talon-torojliklar, me'yor borasidagi mojarolar, janjal va nizolar, rashk, ya'ni eski paytda odatiy bo'lgan barcha narsa hammasi yo'q bo'ldi. Ya'ni shu hayvonizm paytidagi bo'lgan voqealar, talon-toroj yo'q, rashk yo'q, mana muhimi. Rashk bo'lmagan. Masalan, chunki narsani aytish kerak, buni qaranglar, uyushgan bo'lakda ham masalan bu mos kelmayapti-da. Talon-toroj, me'yor, janjal, nizo, rashk. Chunki cho'chqalar juda ham haligi rashkni bilib qilmaydigan bitta hayvon, bu So'fi Olloyorda ham bor. Hamiyatli bo'lur cho'chqadan o'ziga degan shunaqa joyi bor edi. Cho'chqadan boshqa hamma hayvonlar rashk qiladi ekan. Masalan, ot o'ldirib yuborar ekan, agar juftiga kimdir boshqa ot ko'z olaytirsa. Xo'rozlarni bilasizlar, ko'rgansizlar. Cho'chqa bundan masalan qizg'onmaydi. Cho'chqa shunaqangi palit, shunaqangi irkit, shunaqangi hayvon. Xullas, rashk degan narsa o'sha sovet paytida ancha yo'q bo'lib ketgan o'sha paytlarda. Keyin yana mana bu gap e'tiborimni tortdi. Chunki biz masalan biz avlodimiz o'sha unda ham, bunda ham o'qiganmizda, mustaqillikda ham, o'sha istir paytida ham.
Butun dunyo hayvonlari birlashingiz. Adashmasam butun dunyo proletarlarimi birlashingizga yodlab mana necha yil o'tyapti, lekin shu gap o'qiganimda shu gap miyamga keldi, yodlatib yuborilgan. Savodsizlikni tugatish kurslari samarali davom etar, katta yutuqlarga erishilgan degan narsa, bitta narsani bilinglar. Savodsizlik masalan nima uchun o'qitgan deyishlar mumkin. Savodsizlik nima uchun o'qitgan bo'ladi? Albatta o'zini g'oyasini odamlarga singdirish uchun savodli qilingan odamlarda. Va savodli qilish shu uchun kerak xolos. Masalan, maktablarda o'qitilishda ham shu narsa faqat savodi bo'lsa, o'sha qarorlarda o'qishni bilsa, tushunsa o'qishni bo'ldi. Qolganiga juda o'qib yuborish shart emas. Xo'p, keyingisi yana nima demoqchi edim? Savollaring bo'lsa hozir qarayman. Qo'y. Faqat yozishni, o'qishni cho'chqalar o'rganganmidi deyishib savol berishibdi. Yozish va cho'chqalar keyin itlar ham shunaqangi edi. It ham. Keyin Myuller degan echki o'qishni bilardi. Itlardan kam emasdi deydi. Myuller, Benjamin deydi, xuddi cho'chqalardek o'qishni ham yozishni ham bilardi deydi. Buni to'g'risi test tuzgandim, shu testni joylab qo'yaman. Nima deb yozasiz dedim. Savodxonlik masalasi deb raqamlab qo'ygandim. Ustozlar asarni aytib berdim, ochiq gap. Bor yo'g'i shu bir marta, keyin ikkinchi martasiga varaqlashga to'g'ri keldi. O'zi odatda kamida 3 marta, 4 marta o'qib, keyin tahlil qilardim. Lekin vaqt yetishmadi. Rozi bo'lasizlar, uncha-muncha tushunmagan joylarim bo'lsa yoki qolib ketgan joylari bo'lsa, asarni 100 betga bormas ekan, kichkina ekan hajmi. Endi o'qishlar sizlarga yana ham oson bo'ladi, chunki tushuntirib berganimdan keyin haligi bu kim edi degan savolga o'rin qolmaydida. Bitta asarni o'qib chiqinglar va ishoninglar, bironta ham muammo qolmaydi va bemalol imtihonga kirganda shu Molxona degan asardan savol tushadigan bo'lsa, qo'rqmasdan kutib oladigan, xursand bo'lib qarshi oladigan bo'lasizlar. Kunlaring xayrli o'tsin. E'tiborlaring uchun rahmat. Tanlov uchun rahmat. Rahmat hammalaringga.